69. O'dg'irmishning o'gdilmish yenig'i kelganligi aytiladi. Qara, o'dg'irmish turib asta keldi. O'gdilmish uni kutib qarshi oldi. Salomlashdi, andın qo'l tutishib ko'rishdi. Bu ikki muloyim kishi uyga kirishdi. Oldiga osh taom qo'ydi, ko'z oldida yegizdi. Alikka xabar qilish uchun kishi avatdi. Alik anglab darhol javob qaytardi. Ularga yiqinliq ko'rsatib oldiga chaqirdi.